Word'da kurarlıqını tanışaş. Hem de biz tekst tahrirlagan vaqtimizda bu kurlarninki arliqini mı tanışashga ba'zi ehtiyoj yo'qimiz. Ba'zi bek yaqin bo'lib ketadi, ba'zida yiroq bo'lib ketadi. Buni eng chiroyli holatda tanishashga to'g'ri keldi. Masalan, ba'zi xat numerini bek cho'ng qilib olsak, ba'zi harflarning quyruqi, chikitlari joyida chiqmaydigan bo'lib qoldi. Bu vaqtda qurning orliqini kengaytsak, bu normal chiqadi. Hem de kurunun aralığını kengaytmoqchi olsak, mouse qayerni kengaytmoqchi olsak, şu abzasda turishi kerak. Ondan bu yerda kur aralığını tanishadigan joy bor. Hozir bu qimmati 1. Yani kurlar odatda bir kur bilan yana bir kur yaqin kelgan aralıqda bo'sh o'rin yo'q holat. Hamda buningki cho'ngroq qimmatni ekansak, buningki kurning aralığının kengayganini ko'ramiz. Yani bu yerda hozir 1,5 ga keldik, 2. 2 ga kelgan vaqtda 2 qurning oralig'ida yana bir qur bo'sh o'rin bor bo'ldi. Buni texmi cho'ng qimmatga kelsak, qurning oralig'i texmi cho'ng edi. Masalan, hozir qur oralig'i qurning egizligining 3/ga to'g'ri keldi. Masalan, 1,5 ga tanishib qo'ydik. Mushu buncha tanishib ishlasak bo'ldi. Endi bu tanlığımız fakat muşu bir abzas qılam inovatlik. Yani başka abzaslarni tanlamoqchi olsak, yani bunu ayrım tanlashga to'g'ri keldi. Ondan bu yerda her bir abzasninki tanlığımız abzas ichidagi qurlarning orliqi. Hamda abzasninki 5'i ve oxiridimi yani boş o'rinlar oldu. Mesela bu yerde deyilgandek abzasdan burun boşluk qo'shish, hozir boşluk yo'qkan, mana akasa qo'shildi. Abzasdan keyin boşluk borkan, mayaga kelsak, buni chiqarib o'tadi, buni tanlasak. Shunga o'xshash. Endi texmi inchga tanishmoqchi olsak, qur orliqi tanlashlarda buni tanlasak, bu abzasga nisbatan ba'zi tanlashlarni elib bog'li oldu. Masalan, abzasdan burun hech qanday boshliq yo'qkan, abzasdan keyin 8 qadaq o'rin bor ekan. Masalan, mana bir abzas desak, buningki oxirida. Herkes abzasning ichidagi qurlar emas. Endi abzasning ichidagi qurlarni tanishmoqchi olsak, bu yerdan bir qur yoki 1,5, biz hozir 1,5 tanishib qo'ydik mushu xilala shu. Yoki qo'sh desak, u 2 qur holatda tanishadi. Navada texmi konkret tanlamoqchi olsak, bu dal deganni tanlagandan keyin mancha qadaq cho'nliqda bo'lsa bo'ldi desak bo'ldi. Masalan, 20 qadaq tanladik, ma'qul holatga keldi. Hamda biz buni qarasak hozir yaqin kelib qopti. 25 qadaq qilib boqaylik. Hazır normal holatga keldi. Yani bunu 10 knopkasidan bu abzas deganni tanlasakmı, yani o'xshashlarmi shu dialogramkasi chiqadi. Bu yerdan o'xshashlarni tanlab bersak, qurarliqini tanishay olamiz. Yani bu yerdan biz bir abzasning ichidagi qurning orliqlarini, abzasning 5'idagi orliqni, oxiridagi, yani abzas tugandagi orliqni belgilab bergan bo'ldi. Masalan, biz bir quruq bilan buni ayirdik. Biz abzasning kendiki boshliqni ko'rib boqaylik. Bu quruq qurni o'chirib o'tib qaraydigan bo'lsak, bu ikki qurningki arası bilan bu yerdagi ikki qurning arası o'xshamaydi. Chunki abzasdan keyin yana orliq qo'yilgan. Biz buni oddiy usulda mush yerdan tanishsak bo'ldi, murakkab tanishmoqchi olsak, bu yerda texmi tavsiya tanishsak bo'ldi. Qur orliqini tanishash mashg'uloti yuqorida ko'rsatilgandek bo'ldi.